hurmatli talabalar, eng so'nggi kursimizdanmiz. Va Navoiyshunoslikning ham so'nggi mavzular semestrda. Keyingi semestrda yana davom etadi. Adashmasam 5 ta mavzu bor. Demak, bugun biz to'xtalmoqchi bo'lgan mavzu aslida juda katta mavzu. Keyingi mavzularda davom etamiz. Ya'ni lirik merosi haqidagi suhbatimiz bugungi mavzumizdan to'xtab qolmaydi. Masalan, keyingi darslarimizda Navoiyning katta lirik janrlar xususida suhbatlashamiz. Undan keyingi darsimiz, eng so'nggi darsimizda esa Navoiyning kichik lirik janrlari sharhiga bag'ishlanadi. Kichik lirik janrlar, masalan, ruboiylari, Navoiyning farqlari, talari, bo'g'izlari, tuyuqlari, ana shu janrlar tahliliga bag'ishlanadi. Butun Hazonul Maoni yoki boshqa devorlar tahliliga kiritilgan she'riy asarlar sharhiga bag'ishlanadi. Demak, ana shu mavzularga kirishishdan oldin bugun siz bilan suhbatlashmoqchi bo'layotgan asosiy mavzumiz Navoiyning lirik merosi deb nomlanadi. Va bu meros Navoiyning yillar davomida yozgan, ba'zan o'zining ixtiyori bilan, ba'zan muxlislarining sa'y-harakati bilan, ba'zan Husayn Bayqarovning, ya'ni podshohning topshirig'i asosida dunyoga kelgan va bugun ham avlodlarga xizmat qilib kelayotgan devonlari bilan bog'lanadi. Xo'p, o'zi nechta devoni bor Navoiyning? Biz nechta devondan xabarimiz bor? Nechta? 9 ta. Nahotki 9 ta devoni bo'lsa, kim sanab bera oladi? Sanab bera olasizmi? Qaysi devonlar u 9 ta devon deb aytsa? Bitta so'rayman. Qolgan 5 tasi. Devon Foniy, ayb, ostozib ko'rdi. Yana ilk devon. Navoiyning nihoyat va do'stlar. 8 ta. Qolgan qani? Hazonul Maoni. Hazonul Maoni bilan 9. Hazonul Maoni bilan 9. Yo'q, uni endi o'rtashalik endi bularimiz alohida bir lirik devon deb ayta olmaymiz. Devon tuzish an'analari bor. Ruhan kechimga kerak. Alaykum assalom. Bu lirik merosi siz mana nomini keltirolmayotgan devon. Oq o'yinda muxlislar devoni deydi. Nega aytadi? Eshitgan ekansiz. Qarang, yangi topilgan devonda 12-yilda topilgan. Demak, Navoiyning devonlarini sanagan paytimizda hech qachon umumiy o'rta ta'limda bo'lsin yoki boshqa ta'lim muassasalarida bo'lsin, Navoiy merosi haqida gap ketganda devonlarni biz ko'pincha bilmay, 4 ta devoni bor deymiz, 6 ta devoni bor deymiz. Ba'zan o'ylaymiz, o'zi nechta devoni bor ekan deb hech o'ylamaymiz. Bir chekkadan eslasangiz hammasini chiqarsa bo'ladi. Birinchi devoni ilk devonimiz. Endi muxlislar tomonidan tuzilgan 1964-65 yillarda. Keyin yana bitta devon tuzildi. Xabaringiz bormi? Qaysi devon? Hozir mana eng so'nggi aytgan qizimiz Nafosatning aytgan oq qo'yinli muxlislar devoni deydi. Hozir mavzumizda batafsil to'xtaymiz. O'g'iz lahjasida tuzilgan devon. Keyin Bayqarovning topshirig'i bilan yaratilgan devonlari boshlandi. Ya'ni o'zining nimasi emas, aynan iltimosga ko'ra, tavsiyasiga ko'ra yuzaga kelgan devonlar. Batoviy Hidoya, Navoiyul nihoyat devon. Sekin-sekin boshqa devonlarga o'sib boradi Navoiy. Keyin umrining oxirlarida mana 1992-1998-yillarda birinchi marta 1992-yilda maydonga kelgan Hazonul Maoni dedi. U o'z ichiga 4 ta devonni qamrab oldi. Biz Hazonul Maoni deb sanaganimiz yo'q edi hozir. Buning ichidagi mayda devonlarni, ya'ni 4 ta devonni alohida devon shaklida sanadi. Navoiy bilasizlarmi? Navoiy kibar devonlar. Ana shu devonlar jami hisoblanadi. Bu Navoiyning lirik merosi ustida ishlagan ishi nihoyatda bir sinchkovlik bilan, nihoyatda katta mas'uliyat bilan.
qarang 1492-yilda tuzilgan bo'lsa deydi. Hech shoshmang. Bir necha yillar mobaynida devon ustida qayta ishlaydi. Mukammal bir holatga keltirdi. Bironta janrga mansub asarni olish yoki birontasini boshqa devonga o'tkazish mumkin emas. Janrlar va ular tarkibidagi har bir asar shu qadar bir nozik bir did bilan joylashtirilganki, o'rnini o'zgartirish ham mumkin emas. 650 tadan bitilgan g'azalning qaysi birini olib tashlasang o'zgarib qoladimi? Kichik janrlarni ham shu darajada bir aql bilan, mantiqqa asoslanib joylaganki, masalan, birinchi devonga ruboiylar kirdi. Yoshlik, jo'shqinlik bilan bog'liq. Keyin muammo qo'ylar. Yigit savdosida yigit yosh odam bo'lib shakllanganlar. Boshqa devonlarda yo'q bu. Keyingi 3-devonda esa lo'g'izlar, tuyuqlar, ya'ni odam hayotning o'qishi kerak bo'lgan, har qanday savolga, mantiqiy berilgan savollarga ham javob topishi mumkin bo'lgan janrlar. Eng so'nggisi farq. Boshqa janrlarda farq yo'q. Ya'ni Navoiyning devonlarga kiritilayotgan janrlarni ham joylash tartibida o'ziga xoslik. Va agar devonlarga bo'lib tashlanganlarni qarasak ham, mantiqan to'g'ri bo'ladi. Hatto g'azallar ham har bir g'azal har bir devonga taqsimlanayotgan paytda albatta hamd mavzusi, naqd mavzusi, keyin sekin-sekin boshqa mavzularga o'ta boshlagan bo'ladi. Navoiyning iqtidori o'zi kichik paytidan boshlanadi. Bizda xalqimizda gap bora, bola boshlandi dedi. 3-4 yoshlardan Mirzo Qosim Anvar, endi Mirzo Qosim Anvar o'sha paytlardagi fors-tojik adabiyotining eng ulug' ijodkorlari. Bir maktab paytlarimizda darsliklarda beriladi. O'tirgan paytda she'rlarni yod aytib hayratga solgan odamlar. Navoiyning oilasida ana shunday ma'naviy tarbiya, ma'naviyatga, adabiyotga, san'atga yaqin oila bo'ldi. Otasi G'iyosiddin Muhammad ana shunday bir san'at ahlining uyiga, adabiyot ahlini yig'gan paytda shunday ko'p suhbatlarni ko'rib, otasining tinchida o'tirgan 3-4 yoshli bola endi o'sha bizni masalan 20-asr adabiyotida kim eng yaxshi bir sening bir ijodkoring, she'riyatni bir yaxshi ko'radigan odam desa kimdir Abdulla Oripov, kimdir Erkin Vohidov, kimdir Muhammad Yusuf aytgani kabi o'sha paytlarda fors-tojik adabiyotining endi fors-tojik tili rasmiy o'sha paytlardagi mana shu hududda Qur'on zaminida arab tilidan keyingi mavqiga ega bo'lgan til. Ana shu tilga mansub eng ulug' ijodkorning she'rlarini yoddan aytishi, yana forsy tilidagi she'rlarni haqiqatan ko'pchilikni hayratga soladi. 9 yoshlardan boshlab, 7-8 yoshlardan boshlab qalam terayotgan ijodkorning Lutfiy bilan uchrashuvi tasviri bor. Ko'p aytiladigan. Ba'zan ayrim parchalarda, darslarda matn keltiradi. Ya'ni bolaning ovozasini eshitgan, shoirning shuhratini eshitgan Lutfiy uni yoniga chiqolmaydi va suhbatda bir she'r o'qib berishni so'raydi. Biz mashhur ana g'azalni eshitganmiz. Xorazm yopmoq ko'zimdan sochilur, hazlasa yosh, o'ylating ayda bo'lib, yulduz nurxonda boshqa. Ana shu g'azalni boshdan oyoq eshitgan Lutfiyning aytgan gapi bor. Agar mumkin bo'lsa edi, men o'zimning turkiy va forsy tillarida bitgan 12 ming bayt she'rimni mana shu birgina g'azalga almashtirgan bo'lardim. Qarang, agar mumkin bo'lsa edi. Mumkin emas-da. Chunki Lutfiyniki bu ma'lum bo'ldi aql. Hamma yaxshilar Lutfiyniki ekanligi. Senaning xohman har bir g'azal Lutfiy men deb chiqib turadi. Ana shuning uchun agar mumkin bo'lsa edi, men o'zimning turkiy va forsy tillarida bitgan 12 ming bayt she'rimni shu bir g'azalga almashgan. Qanday katta e'tirof. 19 yoshlarda Jomiy bilan tanishadi. San'at ahlining ana shunday bir e'tirofini, san'at ahlining ko'nglidan joy olishi, demak, buyuk bir zotlarga yetish kelayotgan bo'ladi. Va butun umr ana shunday she'riy izlanishda bu. Hech qachon izlanishdan to'xtamaydi. Biz ko'p aytamiz-da, Navoiy o'zida xonadonda tug'ildi, o'sdi. Yo'q, Navoiy ota-onasidan juda erta ajraldi. Bekorga Abdul Qosim Bobur Mo'g'ulni tarbiyalamaydi. Bayqaro bilan birga. Mashhad madrasalarini tugatib kelgan paytda ham bor mol-mulkni musodara qilib tashlangan edi. Birinchi darsimizda bir aytib ketgan edik. Qarang, umri davomida ana shunday bir qiyin qislovli sharoitda yashadi. Ayniqsa yigitlik yoshigacha bo'lgan. Va ana shu narsalar hayotni teran ko'z bilan ilg'ash degan jihat
unda lirik meros, katta bir merosning yuzaga kelishiga zamin yaratdi. Endi Navoiyning qarang mana bu gulshan ichra yo'qdir baqo guliga sabab ajab saodat erur qolsa yaxshilik bilan. Haqiqatan ham Navoiy yaxshilik bilan otni qoldiradi. Ajab saodat erur. Haqiqatan ham Navoiy mana shu maqsadiga erishadi. Endi birinchi biz Navoiyning lirik merosiga to'xtalgan paytimizda eng avvalo ilk devon haqida suhbat qilamiz. Bu devon bilasizmi qanday nomlangan? Kim uni ilk devon deb aytadi? Qachondan beri bor deb o'ylaysiz? Ilk devon degan nomni eshitdingiz. Xo'p, endi bu devon o'zi Navoiyning o'z qo'li bilan tuzilgan devon emas. Ilk devon muxlislari tomonidan tuzilgan devon. Kichik paytidan Navoiyga devon tuzish haqida maslahatlar beriladi. Kichik paytda. Haligi Lutfining e'tirofiga tushgan paytlardan boshlab, she'rlaringiz bir devon bo'lsa degan takliflar bo'lib kelgan. Lekin Navoiyning ana bir eslashchi u o'zini qarang mana Badoil Bidoya yozgan ekan. Ammo xoyib orasida 1000 bayt, 2000 bayt ortiqroq suqrakni o'zlari jam qilib berdilar. Mashhur bo'lib erdilar. Lekin kamtarlik bilan aytgan gaplar bor. Hali mening devon tuzishga yetadigan qudratim yo'q degan ma'noda kamtarlik bilan aytganlar. Men hali devon tartib qilishga tayyor shoir emasman. Va qarang Badoil Bidoyada ham mana shu devon haqida aytgani bor. Ammo xoyib orasida 1000 bayt, 2000 bayt ortiqroq o'ksubroq kim o'zlari jam qilib berdilar. Va mashhur bo'lib ketdi. Endi devon haqida gapirdi. Va endi bu devon o'sha paytlarda bir ixcham mana Hamid Sulaymonov degan domlar nomlagan ilk devon degan. Esimizdan chiqmadi. Navoiy davrida ilk devon degan so'z yo'q. Hatto 19-asrda ham biz ilk devon degan nomni izlamaymiz. Bu nomni Hamid Sulaymonov kiritganda, ya'ni Navoiyning qalamiga mansub bo'lgan birinchi devon deb shartli ravishda nom bergan va biz bugun hammamiz ilk devon deymiz. Va bu devon 391 g'azal bilan, bir mustazod, bir muhammas, 41 ruboiy, jami 434 she'rdan. Hamid Sulaymonov ko'p tadqiqot ishlarini olib borgan bu devon haqida. Va qarang, bu o'zi 1465-66 yillarda tuzilgan bo'lsa, Navoiyning demak 24-25 yoshlarda tuzgan devon bo'lsa, bugun biz juda ko'p aytadigan mashhur g'azallarni mana shu devonga kirganligini yarata oldi. Ilk devon sirasiga mansub bo'lganda yoki yana bitta mana ko'rgali husning nazoru mubtalo bo'ldim senga ko'p aytganmiz, ha? Bayram tadbirlarida o'zimiz aytib chiqqanmiz. Ne baloliq kun edikin oshino bo'ldim senga va keyinchalik mana shu muxlislar tomonidan tuzilgan devonga kiritilgan she'rlar boshqa devonlarga sekin taqsimlangan. Ya'ni Navoiy 1492-yilda Hazoinul Moniyni birinchi marta tuzgan paytida o'sha ilk devonga mansub she'rlarni o'zi tuzgan rasmiy devonlarga taqsimlaydi. Qarang, G'aroibus Sig'arga 156 tasini, Badoil Vasatga 132 tasini, Favoidul Kibarga 146 ta she'rni, ilk devonga mansub bo'lgan she'rlarni ana shu tariqa devon o'zining tuzgan o'sha chor devonga kiritgan. Endi bu devonning, ilk devonning bizgacha yetib kelgan ikkita qo'lyozma nusxasi bor. Mana Sulton al-Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan nusxa, qarang, o'sha paytlardagi nusxa 1465-66 yillarda ko'chirilgan nusxa bugun Sankt-Peterburgda Rossiya Milliy kutubxonasida mana shu suratni ko'rib turganingiz saqlanmoqda va Qozon shahrida saqlanuvchi qo'lyozma ham bor. 1567-1568-yillarda ko'chirilgan Qozon davlat universitetida ilmiy kutubxonasida saqlanmoqda hozirgi kungacha. Birinchi nusxadan 100 yil o'tib ko'chirilgan ikkinchi nusxani ana o'sha joyda ko'ramiz. Va bilasizmi, devonga shoirning 1465-66 yillarda kiritilgan she'rlar bo'ladigan bo'lsa, demak Navoiy tomonidan mana shu devonga kiritilgan she'rlar xronologik jihatdan nisbatan boshqa she'rlarga qaraganda aniqroq deb aytiladi Navoiyshunoslikda. Chunki aynan yigitlik yoshigacha bo'lgan davrda yozilganligi, masalan biz ayrim g'azallarning
qaysi qanday yillarda yozilganligini ba'zan bilinmay qoladi. Va bu g'azallar esa demak ilk devonga kiritilgan mana shu g'azallar esa nisbatan yozilish sanasi aniqroq, o'spirinlik, yigitlik davriga mansub she'rlar deb aytiladi. Umuman devonda turli janrdagi asarlar kiritilgan, g'azal, yuqorida ko'rganimiz, muhammas, mustazod, ular ham nisbatan boshqa she'riy shakllarga qaraganda badiiy yetukligi bilan ajralib turadi. Yoshlik paytidagi merosining o'zi. Masalan, mana ilk devonga kiritilgan bitta mustazod joylanganda. Ni vosmau, ni kesmadir ul zulfi sumansoy, ni g'amzai jodu, mashshota sanga zoli falak turmagar, ey oy xurshid anga ko'zgu. Endi mustazod bilasiz, birinchi satr yozilgandan keyin ikkinchi satrga o'tiladi. 1,5 misra shaklida. Va demak kichik paytlardan demak ana shunday shaklda yaratilayotganligi, demak Navoiyning badiiy mahorati yigitlik paytlaridanoq bir yaxshi bir yetuk shaklga yetganligini ko'rsatadi. Endi devonga ruboiy shakldagi she'rlar ham kiritilgan. Devonda jami 41 ta ruboiy o'rin olgan va ular ham arab alifbosidagi, ya'ni o'sha g'azallar kabi joylangan. Alifboga asoslanib bir qatorga tizilgan holatda tartiblangan. Va sharq me'morchiligi, sharq devoniga va ana shu devon tuzish an'analariga amal qilingan holda joylangan. Va masalan dastlab hamd, munojot mazmundagi, keyin esa nat mazmundagi ruboiylarning kiritilganligini ko'ramiz. Endi bilasizmi, ilk devondan tashqari biz odatda Navoiy devonlarini sanagan paytimizda yuqorida ham bir to'xtab ketgan edik. Ba'zan kimdir 4 ta deb aytadi, Navoiy devonlarini sanadi desa, kimdir 6 ta deydi. Biz nechta dedik jami? 9 ta deydi. Ya'ni biz aytayotgan yana bir devon Navoiyshunoslikda ko'p aytilavermaydi, ilm fanda ko'p aytilmaydi, yangi topilgan devon. Endi yangi topilgan bo'lganda ham yangiligi qolayotgani yo'q aslida. Uni eshitmaganlar uchun yangilik bo'lishi mumkin. 2012-yilda Avtondil Erkinov degan olimimiz, katta bir Navoiyshunos olim, mana jahon shu qo'lyozma fondlarida saqlanayotgan nusxalarni o'rganib, Alisher Navoiyning yana bir katta devonini topadi. Va bu devon haqiqatan ham Navoiyshunoslikda juda katta bir yangilik bo'lib xizmat qildi. Yangiligi shundaki, bu devon ilk devondan bir qancha vaqtlar o'tib Oqquyun degan joyda tug'ilgan. Hozirgi Eronning Sheroz shahri. Eronni bilamiz, ha? Bilasizmi? Eronning katta qismida ozarbayjonlar yashaydi. Ozarbayjon millatiga mansub juda ko'p odamlar yashaydi, shimoliy sharqiy qismlarda. Va ana shu Oqquyunlar sulolasi davrida o'shalar hukmronlik qilgan, endi O'g'uzlar katta bir devon tuzilgan bo'ladi. Navoiyning qalamiga mansub. Va bu devonning mana shu kungacha mavjud devonlardan farqli bir jihati borki, O'g'uz laqchasining elementlari ko'p saqlangan. Masalan, mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboniy topmadim deb boshlangan g'azalni yaxshi bilamiz, ha? Biz devonda uni shunday holatda o'qimaymiz. Mehr cho'q ko'rsatdim, ammo mehriboniy topmadim deb boshlanadi. Qarang, ko'p emas, cho'q ko'rsatdim emas, ko'rsatdim. Ayniqsa mana Xorazmlik talabalarimizga juda yoqsa kerak, ha? Sizning laqchangizdagi qarang, devonning mavjudligi. Ya'ni devondagi she'rlar o'sha paytlarda O'g'uz laqchasiga mansub bo'lgan Oqquyunlilarning kotib o'zining nimasida ko'chirganda. Kotib ko'chirayotgan paytda o'zining laqcha elementlarini qo'shib ko'chirgan. Mehr ko'p ko'rsatdim emas, mehr cho'q ko'rsatdim. Endi bu devon mana hozirgi kunda shartli ravishda shu Oqquyunli muxlislar devon deb nomlanadi. Anisi ismli xattot tomonidan ko'chirilgan bo'ladi. U ba'zan she'rlar yozib turgan, o'zi ham shoir bo'lgan, ham xattot bo'lgan. Mana 1471-yil 25-dekabrda deb aniqlangan. Qarang, ilk devon 1465-yilda ko'chirilgan bo'lsa, oradan necha yil o'tyapti? 66 deb hisoblang. 5 yildan keyin tuzilyapti. Bu devondagi she'rlar ham, mavjud she'rlar ham endi ko'pchiligi yangi. Ilk devonga kirmagan she'rlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Demak, Oqquyunli muxlislar devoniga kirgan she'rlar ham yaratilish davri nisbatan aniqroq bo'lgan she'rlar deb qarash mumkin. Navoiyning ilk devoni yaratilgan davrdan keyingi 5 yil ichida yaratilgan she'rlar deb qabul qilsak bo'ladi. Mana Xattot shoir Abdurahim ibn Abdurahmon Xorazmiy tomonidan mana Sherozda ko'chirilgan
229 ta she'r bor. Deyarli ilk devondan 2 barobar kam she'r kiritilgan. İlk devonga 400 dan ziyod she'rlar kiritilgan bo'lsa jami va bu demak devonda anchagina kam. Oldingi devonga qaraganda shundan 224 tasi g'azal, bittasi mustazod va 3 tasi muhammas, bittasi tarjiban. Xo'p, endi bu devon 224 ta g'azaldan 217 tasi keyinchalik Badoil bidoyaga kiritilgan. Faqat bittasi Navadirun nihoyaga o'tgan. Va demak, shuni ko'rishimiz mumkinki, bu joyda mana 224 ta g'azal bo'ladigan bo'lsa, shundan 85% g'azali Navoiyshunoslikda aytiladiki, yo'q boshqa devonlarda. Ilk devonda mavjud emas. Qarang, 224 ta g'azalning 85% ilk devonda yo'q. Bu degani qarang, 200 ga yaqin g'azal yangi g'azalda bu. Xo'p, va bu holat demak mazkur g'azallarning aynan shu keyingi 5 yil orasida yozilganligini ko'rsatadi deb aytsak bo'ladi. Va Oqqo'yli muxlislar devoni mana quyidagi mana g'azal bilan boshlangan: ey safhay ruxsoring azal xatidin insho, debochay husningda abad nuqtasi tug'non. Va devondagi g'azallarning aksariyati 5 yoki 7 baytdan tarkib topgan. Anavdan qisqargan. Masalan, ilk devonda kattaroq hajmdagi g'azallar bo'lsa, Oqqo'yli muxlislar devonda qisqartirilib kiritilgan. Kotib yo shuni ma'qul ko'rgan yoki ixchamlashtirishga o'zi qaror qilgan. Yoki uning yod olish darajasi nuqtai nazari shuni ma'qul ko'rgan. Odamlarning shuni qisqa holatda aytishini ma'qul ko'rgan. Va devonda mustazat ham bor. Mana shu shaklda boshlangan. Ey husninga zarroti jahon ichra tajalli, mahzar sanga ashyo, sen lutf bilan kavnu makon ichida mavli, olam senga mavlo deb. Endi mana shu mustazat keyinchalik shoirning birinchi devoniga kiritilgan. Badoil bidoya va Hazoinul Monining ilk devoniga G'aroibus Sig'arga ham kiritilgan. Va bundan tashqari biz muhammas janriga mansub she'rni ham ko'ramiz. Oqqo'yli muxlislar devonida muhammas janriga mansub bo'lgan she'r ham bor. Lutfiy g'azaliga muhammas shaklida yozilgan. Keyinchalik Hazoinul Moni tarkibiga ham kiritilgan. Va Oqqo'yli muxlislar devonidagi so'nggi janri bu tarjiban. Bitta tarjiban ham kirgan degan edik yuqorida. Qarang, yodingni qilay harifim majlis, fikringni etay ko'ngilga munis. Ana shu bayt bilan yakunlanadi. Qarang, yakunlovchi baytni. Umuman avvallari biz mana Navoiyning turkiy tildagi she'riyatini 4 bosqichga bo'lib kelgan bo'lsak, Hazoinul Monini bitta devon deb qabul qiladigan bo'lsak, odatda biz devonlar nom-nom sanagan paytda Hazoinul Moni devonlarini alohida 4 ta qilib sanaymiz, ha? Endi demak, uni bir devon deb qabul qilgan taqdirimizda ham 5 ta devon deb sanaymiz. Ilk devon Oqqo'yli muxlislar devoni, Badoil bidoya, Navodirun nihoya hamda Hazoinul Moni. Hazoinul Moniga 1492-yilda tartib bergani bilan 1498-yilgacha Navoiy tomonidan qayta ishlanadi. 1498-yilda eng so'nggi mukammal holatiga keltiriladi. Va mana shu demak Oqqo'yli muxlislar saltanatining asosiy aholisi O'g'iz turklari bo'lgani uchun ham biz quyoshni gunash, mana shu so'nggi devonda toshni dosh, berni ver, yig'larni og'lar, borni vor, emasni emas, mana bir parchani ham keltirganmiz mana. Yoki sarg'aribni sararib, yo'qni yo'q shaklda berilgan holatlarni ham ko'ramiz. Qarang, mehr cho'q ko'rsatdim, hozir men aytganim mana yuqorida. Ammo mehriboni topmadim, jon basi qildim fido, oromi joni topmadim tarzda keltirilgan g'azalni ko'rishimiz mumkin. Va bugungi kunga qadar bu devonning yagona qo'lyozma nusxasi ma'lum, u ham Qohira shahrida Misr Milliy kutubxonasida saqlanmoqda. Mana o'sha muzey nasib qilsa borib qolsalaringiz selfiga tushib bizga tashlab qo'yarsizlar. Navoiyning yana bir devoni va Husayn Bayqaroning topshirig'iga ko'ra, uning iltimosiga ko'ra dunyoga kelgan va Husayn Bayqaro taxtga chiqqanidan keyin uning mana shu taxtga chiqishi munosabati bilan yozilgan biz Hiloliya qasidasini eslaymiz, ha? Ana shu davrlarga to'g'ri keladigan yana bir devon Badoil bidoya deb aytiladi. Birinchi rasmiy devon, badiylikning boshlanishi deb nomlaymiz. Va bu devon Navoiyning hayotlik davrida ko'chirilgan nusxasi bor. 1480-82-yillarda Parijda saqlanayotgan mana
Britaniya muzeyida saqlanayotgan nusxa va Toshkent shahrida saqlanayotgan nusxa ham mavjud bugungi kunda. Demak, boshqa devonlarga qaragan, masalan, Oqqo'yli muxlislar devoni bitta nusxada yetib kelgan bo'lsa, Badoil Bidoya devonining mana 4 ta nusxasi bugungi kungacha yetib kelgan va bu devon olimlarimiz Sharofiddin Sharif hamda Maryam Rahmatullayevalar tomonidan tayyorlangan. Bu olimalarimizning men suratlarini topa olmadim-da. Lekin devonlarga kiritilgan. Ana yuqorida kitoblarda o'sha devondan namuna ham turibdi. Ana shu kishilar tomonidan tayyorlangan matnga mukammal asarlar to'plamiga kiritilgan. Va Navoiy mana shu devonda biz bugun odatda adabiyotshunoslikda yoki mumtoz tarixiy poetikaga oid ma'lumotlar o'tayotgan paytimizda ko'p eslaymiz Navoiyning adabiyotga daxldor fikrlarini. Aynan mana shu devonda devon tuzish an'anasi haqida to'xtab ketadi. Devonni qanday tuzish kerakligi haqida o'zining ba'zi bir qaydlarini, fikrlarini bildiradi. Mana bu joyda berilgan, mana qarang. Avval budur kim deydi. Devon odatda endi hammamizga ham qiziq devonning tuzilish tartibi. Qarang Navoiyning fikrlari. Avval budur kim, har kishi kim devon tartib qilib turur. 32 harfdanki. Haloyiq iboratida voqi durur va ulus kitobatida shoir. 4 harfga ta'arruz qilmay dururlar deydi. Nima demoqda? Navoiy davrigacha bo'lgan devonlarda 28 harfdan boshlanardi g'azallar. Navoiygacha bo'lgan devonlar. Navoiy ana shuni nuqson qilib ko'rsatadi. Yo'q. Devon tuzayotgan paytda 28 harfdan iborat qilib tuzish shart emas. Qarang, 4 harfda tuzmay dururlar deydi u. Ya'ni jim, kof, lom ana shu harflar bilan boshlanadigan g'azallar yo'qligini aytadi. Shuni nazarda tutmoqda endi bu joyda. Navoiyda ana shu harflar bo'yicha tuzilgan devonlar ham bor-da, g'azallar. Ya'ni 32 harfdan iborat qilib to'lig'icha tuzish kerak. Ana shu harflar bilan boshlanadigan, tugaydigan g'azallar yozish kerak. Yana biri bu kim? Qarang mana. Yana bu kim? Har harf g'azaliyotining avval bitigan g'azal bilan o'zga g'azallar orasida uslub haysiyatidan tafovut rivoyat qilmay dururlar. G'azallarni devonlarda berishda ketma-ketlikka, mavzu o'ziga xoslikka rioya qilmaydi demoqda. Ya'ni har bir devon tuzilayotgan paytda avval hamd mazmunida, nat mazmunida, keyin maviza, ma'rifat va boshqa ijtimoiy mavzularda tuzilish kerak. Eng so'nggi yakunlovchi bayt bilan, g'azal bilan tugallanishi kerak degan narsa haqida so'z yuritmoqda. Va muqarrar dururkim, har amrda bir lahza haq subhanahu va taolo hamdidin yo Rasul alayhissalom natidin yo bu ikki ishga dalil qilurug'idek bir amrdan g'ofil bo'lmamog'i avlodir. Mana yuqorida aytib ketganimiz. Ya'ni har qanday ishga kirishilyaptimi, har qanday devon tuzishga kirishilyaptimi, demak haq taologa hamd va Rasul alayhissalomga nat yoki ana shu ikkalasini birlashtiradigan nimadir bo'lishi kerak deyilyapti. Devon tuzishda shunga qattiq rioya qilish kerak dedi. Ya'ni bir chekkadan g'azallarni kiritib bu devon deb boshlash shart emas. Masalan, oramizda mana kimdir shoirimiz bo'ladigan bo'lsa, ana shu tartibga rioya qilishimiz kerak demoqda. Yoki yana bitta mana fikrlari bor. Yana biri bu kim? Go'yo ba'zi el ash'or tafsiliydin va devon takmiliydin g'araz majoziy husnu jamol tavsifi va maqsud zohiriy hatto hol tarafidan o'zga nima anglamaydirlar. Yana biri bu kim deydi? Devon tuzilayotgan paytda shoirlar asosiy maqsadni deydi. Majozdan kimningdir, ya'ni yor nazarda tutyapti-da, yorning husni jamolni ta'riflashdan boshqa narsani bilmaydi. Faqat shu mazmundagi g'azallarni beraveradi deydi. Yo'q deydi. Qarang, devon topilg'ay kim? Anda ma'rifatomuz bir g'azal topilmag'ay. Va g'azal bo'lg'ay kim? Anda mavizatangiz bir bayt bo'lmagay. Ya'ni devonlar borki deydi, unda ma'rifatga yo'naltiriladigan, odamlarni ilm olishga chorlaydigan, ma'rifatli bo'lishga chorlaydigan, nasihat ruhidagi g'azallar yo'q degan narsani keltiradi. Va Navoiyning mana shu devonida endi aynan yuqoridagi qonun qoidalarga rioya qilingan holda tuzilgan deb aytiladi. Navoiyshunoslikda 11 janrga oid 1046 ta she'r mavjud. Biz so'z yuritilayotgan devonda, Badoil Bidoyada. Va bular mana quyidagi tartibda joylashtirilgan. 777 ta g'azal, mustazod, muhammas, 2 ta musaddas,
3 ta tarjimon, 46 ta qit'a, ruboiylar 85 ta, 10 ta lug'uz, muammo. Qarang, janriy jihatdan rang-barang. Va eng oxirida fardlar. O'zi fard odatda yakunlovchi bo'lib keladi Navoiy devonida. Odatda fard nasihat ruhida bo'ladi, bilasizmi? Va ana shu eng so'nggi ruhdagi, ana shunday ruhdagi she'rlarni eng so'ngida bergan 53 ta fard qamrab olingan. Navoiyning yana bir devoni, ya'ni ikkinchi rasmiy devoni bu Navodirun Nihoya, ya'ni behad nodirliklar deb aytiladi. 1480-1487-yillar oralig'ida tuzilgan va 1487-yilda ko'chirilgan nusxa hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi qoshida Sharqshunoslik institutida qo'lyozmalar fondida saqlanib kelinyapti. Fanlar akademiyasi mana bizga juda yaxshi tanish ustozlarimiz ko'rib eslab turgandir. Ana shu Sharqshunoslik institutining bugungi kunda qo'lyozmalar fondida saqlab kelinyapti. Va yana jami o'zi bizga 3 ta nusxasi ma'lum bu devonning. Navodirun Nihoyaning-da. Ikkinchi devon yana bittasi nusxa, yana bir nusxa Sulton al-Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan va u ham O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlab kelinmoqda. Ikkinchisi. Endi yana bir devon ham qo'shildi bular qatoriga. Suyma G'aniyeva. Biz oldingi darslarimizda Suyma haqida bir aytib ketgan edik, ha? Shunday oqi bor, shundan ham tanib olamiz darrov Suyma opani deb. Professor o'zi Navoiyshunoslikning malikasi deb aytiladi bu. Ana shu olima opamiz 1980-yillar oxirida Eronning Kohi Guliston degan muzeydan 3-nusxasini topadi. Navodirun Nihoyaning va mana shu nusxani keyinchalik Navoiyning dastxati degan nom bilan e'lon qilgan. Endi bu Suyma G'aniyevaning fikriga ko'ra Navoiyshunoslikda bu nusxada shoirning muhri ham bosilgan deb aytadi. Endi ma'ruzamizda keltirilmagan. Mana shu nusxa haqida gap ketgan paytda Suyma opa aynan mana shu nimada ahamiyati shu devonda 1980-yillarda topilgan devonda Navoiyning muhri keltirilganini va bu nusxaning yana bir muhim tomoni Navoiyning aynan o'zi bilan o'zining qo'li bilan ko'chirilgan qoralama nusxa ekanligini aytadi. Biron bir kotib tomonidan emas. Navoiyning o'z qo'li bilan ko'chirilgan qoralama nusxa ekanligini aniqlagan. To'liq emas-da. Va kof bilan tugallangan g'azallardan so'ng boshqa g'azallar yo'q. Demak, masalan, mana bu bir kitob bo'ladigan bo'lsa, Navoiyning bir devoni bo'ladigan bo'lsa, yarmi yo'q deganda u. Qolgan nimasi saqlanib qolmagan. Bizgacha faqat shu kof bilan boshlanadigan g'azallar bo'lgan joygacha qismi yetib kelgan bizgacha. Umuman Navodirun Nihoya ko'pchilik olimlar tomonidan o'rganilgan. Mana Sulton al-Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan nusxada biz masalan Suyma opa topgan nusxada g'azallargina bor. Qolgani yo'q dedik, ha? Lekin Sulton al-Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan biz ikkinchi nusxa haqida gap ketyapti bu joyda. G'azaldan tashqari boshqa janrlar ham bor. Mustazod, tarjimon, qit'a, ruboiy, lug'uz, muammo, tuyuq, boshqa janrlar ham bor. Demak, aslida yetib kelgan nusxa to'liq nusxa emas. Va bugungi kungacha ham mana shu nusxa xususida ko'p bahslar bor. Ya'ni Navodirun Nihoyaning tarkibi haqida. Va bilasizmi, Navoiyning Hazoinul Moni devonida mana shu devon uchun debocha ham yozganligi bor. Lekin bizgacha yetib kelgan nusxalarda birontasida debocha yo'q. Navodirun Nihoyaning bizgacha yetib kelgan nusxa. Lekin Hazoinul Monida Navoiy aytib ketgan. Qarang, ikkinchi devonimda kim deydi? Taqdimotimizda ham bo'lsa kerak. Ha, mana. Ikkinchi devonimda kim? Navodirun Nihoyaga mashhurdir. Qarang, mening ikkinchi devonimki, u qanday nom bilan mashhur deyapti? Navodirun Nihoya nomi bilan mashhur deyapti. Raddu tartib berib, debochasida sharq bilan ayzay ashabu ajillay ahbob xizmatlarini arz qilib erdim. Qarang, debochasida ana shu narsalar xususida gapirgan edim deydi. Lekin bizgacha yetib kelgan nusxalarda hech birida biz debocha uchratmaymiz. Demak, bizgacha yetib kelayotgan nusxalar Navodirun Nihoyaga mansub bo'lgan nusxalar hech biri hali to'liq nusxa emasligini ko'rsatadi. Umuman Navoiyning katta bir lirik merosi, endi bular dastlabki o'zining qo'li bilan tuzilgan rasmiy devonlar bo'ladigan bo'lsa,
eng katta lirik merosi bu Hazoinul Moniga jam. Masalan, 1480-87 yillarda tuzilgan bo'lsa, ikkinchi rasmiy devon, ana shundan keyin ham Navoiy ijod qilishda davom etdi. Navoiy ijod qilishdan to'xtamagan. O'zining yozganlarida bor edi. Har kuni bir g'azal, ikki g'azal say qilurdim deb eslaydi. Har kuni bitta g'azal, ikkita g'azal, ba'zan 3 ta, 4 ta g'azal yozganligini ham qayd etadi. Demak, Navoiy ana shu ikkinchi rasmiy devondan keyin ham juda ko'p lirik meros yarata oldi. 1492-yilgacha va 1498-yilgacha yana davom etdi bu. Hazoinul Moniyning eng so'nggi nusxasi yaratilaman deguncha. Hazoinul Moni qanday devon? U 4 qismdan tashkil topgan. 4 ta mustaqil devondan. Bekorga Chor devon degan nom bilan mashhur emas u. Chor nima degani edi? 4. Yak, du, se, chor. Qarang, forchada chor, ya'ni Chor devon degan nom bilan mashhur bo'lgani shu 4 devon degan nom bilan mashhurda. Biz Xamsa haqidagi suhbatimizda Panjganj degan atamaga to'xtagan edik, ha? Nizomiy Ganjaviyning 5 xazina. Nizomiy hech qachon men 5 ta doston yaratdim deb o'ylamagan. Keyinchalik xalq uni 5 xazina deb aytib boshladi. Keyinchalik Panjganj degan nom bilan mashhur bo'ldi deb eslagan edi. Va Navoiyning mana shu devorlari ham G'aroyibus Sig'ar. Eslaymizmi qolganini ham? Qaysi devorlari deydi? Hazoinul Moniga kiradigan G'aroyibus Sig'ar, Navodirus Shabob, Vadoil Vasat, Favoidul Kibar. Ana shu 4 ta devon xalqning orasida 4 devon, ya'ni Chor devon degan nom bilan mashhur bo'lib keldi. Va endi bu devon hajman katta. Husayn Bayqaroning taklifiga ko'ra yaratilgan barcha she'rlar jamlashni so'raydi Husayn Bayqaro Navoiydan. Mana va ma'nolar xazinasi degan ulkan bir kulliyot ana shu tariqa yuzaga keladi. Endi bu devonning Sankt-Peterburgda, Istanbulda ko'chirilgan nusxalari bor va ular asosida ana shu nusxalarga, mavjud nusxalarga suyangan holda Hamid Sulaymonov mana shu Hazoinul Moni kulliyotining yakdil bir versiyasini ishlab chiqardi. Hazoinul Monining bir yangi bir ilmiy tanqidiy matnini yaratilgan. Va mana shu matn mukammal asarlar to'plamining 3-6-jildlarini ana joyda mana kitoblar orasida ko'rinib turibdi. Ana shu 3-6-jildlar orasiga kiritilgan. Endi bu Alisher Navoiyning mana shu 4 devoni har biri insonning ma'lum bir fasliga bag'ishlangan. Mana ko'rib turgan Hamid Sulaymonov ustoz har biri ma'lum bir faslga bag'ishlangan. Ya'ni masalan mana 7-8 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan davrini u inson umrining bahori deb hisoblaydi-da. Mana shu nimada mana ko'rib turgan bo'lsangiz nihol o'sib chiqib kelayotgan tasvirlangan. Va shuning uchun ham uni bolalik g'aroyibotlari deb ataydi. G'aroyib us-sig'ar. Ikkinchi bu 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan davrni o'zini ichiga olgan, ya'ni inson umrining yozi degan narsa bor-da. Navodirus Shabob, ya'ni yigitlik nodirliklari. 3-Badoiul Vasat. Qarang qaysi fasl ko'rinib turibdi nimada? Kitob tashqarisida. Kuz. Ya'ni 35-45 yosh oralig'ini inson umrining kuzi deb belgilaydi. Ham oxirgisi 45-60 yoshlar umrining eng so'nggi nimasiga o'xshatadi. Qish fasliga o'xshatadi. Favoidul Kibar, ya'ni keksalik foydaliklari. Siz qo'rqmang. Inson umri hozir o'lchovi ko'proqqa cho'zildi. Biz 80 yosh yashaymiz o'rtacha. Endi hozir men falon yoshda ekanman, falon faslda ekanman deb o'ylab qolmang degan ma'noda aytyapman. Qarang, Navoiy 60 gacha deb belgilaydi-da. Xuddi o'zining 60 yosh yashashini bir bilib turgan edik, bashorat qilayotgan edik. O'zi biz Navoiyning bashoratchiligi haqida ko'p gaplashamiz, ha? Saddi Iskandariyda yer ostiga ana shardan kiritishi, hozirgi kundagi suv osti kemalari, esingizdami yana qaysi nimalarni bashorat qilganligi? Ha. Farhod va Shirinda nimalar bor edi? Robotlar bor edi bugungi kundagi. Esingizdamidi? Ko'zgu bor bugungi kundagi. To'g'rimi? Televizor, oynai jahon. Yana bitta, lokatsiya bor edi. Ya'ni Farhod Suqrot yashaydigan g'orni nima bilan topib boradi? Jon bilan.
xuddi bugungi kunda anavi kartada sekin ochib yaqinlashtirib borganimiz kabi. Umuman Navoiy har bir devonga 650 tadan qarang, teng miqdorda g'azal kiritgan mana. Mustazotlarni ham bittadan qarang. Jami 4 ta mustazot bo'ladigan bo'lsa, bittadan kiritib boravergan. Baytlari ham qarang, 7. Muhammaslar 3 ta, 2 ta. Musaddaslar ham bitta, 2 bitta mana. Musamman o'zi bittagina eng so'nggisiga kiritilgan. Tarjibandlar ham bittadan, tarkibband ikkinchi devonga kiritilgan Navodirus Shabobga. Masnaviy 148 baytdan iborat birinchi devonga kiritilgan. Nega birinchi devonga? Bilasizmi Navoiy qanday masnaviy yozgan? Eshitganmisiz Navoiyning masnaviysi haqida? Esingizda bo'lsa, birinchi darsimizda biz Navoiyning bir maktubi haqida gaplashgan edik. Navoiy Mashhad madrasalarini tugatib kelgan paytda bir qiyin holatda qoldi dedik. O'sha paytlarda yozgan bir masnaviysini esladi. Said Hasan Ardashirga yozgan maktub esingizdamidi? Ya'ni Hirotdagi o'sha paytdagi vaziyat va Firdavsiy shohnomasini 30 yildan ortiq vaqt mobaynida, Nizomiy 12 yildan ortiq vaqt mobaynida o'zining hamsasini yozgan bo'lsa, men ana shunday katta bir asar yaratishga yetadigan kuch sezyapman o'zimda deydi. Ana o'sha masnaviy keyinchalik G'aroyibus Sg'ar tarkibiga kiritilganda. Xo'p, keyin mana qasida, bitta qasida bor, Soqinoma, qit'alar mana 50 ta, 60 ta, 50 tadan kiritilgan. Ruboiy kichik janrlarga boya bir to'xtab oldik, esingizdamidi? Ruboiylar mana birinchi devonda 133 ta ruboiy, 52 ta muammo ikkinchi devonda boya bir suhbatlashib oldik, Keyin mana Lug'uz tuyuqlar 3-devonida to'lig'icha farq eng so'nggi devonda. Boshqa devonlarda bironta farq yo'q mana. Nega bundayligini boya bir suhbatlashib olgan edik, Qarang qanday bir yaxshi nimada kiritilgan, Navoiy qanday bir hisobga olgan hamma narsani deb. Va endi bilasizmi, asardagi she'rlarning bunday tartiblanishi nisbiy. Biz masalan ilk devonga mansub bo'lgan g'azallarni so'nggi devonlarda ko'rib qolsak, hayron bo'lmasligimiz kerak. Bu joyda masalan inson umrining bahori, yozi, kuzi, qishi deb berilishi bu nisbiy narsa. Masalan Navoiy she'rlarni g'azal devonlarga taqsimlashda mazmunini, mohiyatini birinchi o'rinda hisobga olganda. Yoshlik paytida yozgan she'rlarni biz inson umrining qishi deb aytiladigan devonda ko'rib qolishimiz mumkin. Yoki keyingi davrlarda yozgan she'rini birinchi devonlarda ko'rib qolishimiz mumkin. Ma'no, mohiyatiga qaragan. Pand nasihat ruhidagimi? Demak, sekin keyingiga o'tavergan. Ishq, sevgi yoki yor ta'rifimi? Demak, dastlabkilarga olavergan. Yana o'ylab qolmang. Eng so'nggi nimadagilar, demak, so'nggi paytlarda yozilgan g'azallar, birinchi devondagi g'azallar, demak, dastlabki paytlarda yozilgan g'azallar deb o'ylab qolmang. Bu nisbiy tushuncha. Navoiy shunchaki har bir g'azalning mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holda ana shunday bir tartiblab bergan. O'zining she'rlarini shu, ya'ni yozilgan davriga, xronologiyasiga qarab emas, shu mavzu mohiyatiga qarab tartiblagan. Va mana shu kulliyot uchun katta bir debocha ham yozadi. Va debocha G'aroyibus Sg'arning, ya'ni birinchi devonning boshlanish qismidan joy olgan. Mana shu endi debocha an'anaviy hamd bilan, nat bilan boshlangan, bekorga mana shu surat turgani yo'q. Husayn Bayqaro madh etilgan. Birinchi debochada o'zi bu Hazoinul Ma'oni Husayn Bayqaroning taklifi bilan yuzaga kelyapti. To'g'rimi? Shuning madadi bilan, o'shaning bir ruhlantirishi orqali yuzaga kelayotganligi uchun ham Husayn Bayqaroning madhi berilgan va mana shu kulliyotni tartib berish borasidagi rag'batini, mana shu kulliyotni tartib berish borasidagi farmonini, buyrug'ini keltirgan. Uning iltimosi bilan yuzaga kelayotganligini keltirgan va kulliyotning yaratilishiga, uning tarkibidagi devonlar, har bir devonning mohiyati, qarang, Navoiyning o'zi haqidagi ma'lumotlar deb amaliy mashg'ulot o'tganmiz, Qarang, demak, o'zi haqidagi ma'lumotlarni biz Hazoinul Ma'onining birinchi devoni boshlanishidan ko'p olsak bo'ladi. Va jami 30 ta ruboiy keltirilgan, o'zi ta'kidlab ko'rsatgan shu devon tuzish qonun qoidalariga to'liq mos keladi deb aytiladi. Va Allohning hamdi bilan boshlaydi g'azallarni. Mana kuzatishlari
shuni ko'rsatadiki, devonlardagi dastlabki 5 ta g'azal hamd yo'nalishda. 5 ta g'azal. Devonlardagi har bir devondagi 5 g'azal hamd yo'nalishda bab barobar. Ham 4 tasi tavhid mavzusida, bittasi munojat mazmunida. Har bir devondagi dastlabki 5 ta g'azal hamd bo'ladigan bo'lsa, 5-inchisi munojat. Ya'ni Allohga bo'lgan munojatini eng so'nggisida berganda, hamd mazmunidagi g'azallarni. Mana dastlabki devon ashraqat min aksi shamsil kasi anvorul xudo yor aksin mayda ko'r deb jomdan chiqdi sado. Ya'ni quyosh kosasidan hidoyatning nurlari porlay boshladi deydi. Shamsul kosi anvorul xudo, quyosh kosasidan deydi chiqib deydi, hidoyat nurlari ashraqat min mana porlay boshladi. Yor aksin mayda ko'r deb jomdan chiqdi sado. Endi bu yerda masalan mayni qanday ramz ifodalashini tasavvufda va jom qanday ma'no ifodalashini masalan orifning ko'ngli, orifning qalbi sifatida beriladi jom ham. Ana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, demak g'azal to'lig'icha tasavvufiy bir ma'no, tasavvufiy mohiyat kasb etadi. Umuman bu g'azal mana ko'rib turgan navoiyshunos olim, ulkan ustoz Alibek Rustamov tomonidan Fotiha g'azal deb beriladi. O'tgan yil ustozimiz Nasimxon Rahmonov kelgan edi. Ana shuning ham ustozida Alibek Rustamov. Ham kuchli navoiyshunos, ham eng qadimgi davrlar bo'yicha kuchli mutaxassis. Ana shu olim Alibek Rustamov domla mana shu g'azal haqida fikr bildirgan paytda uni Fotiha g'azal, ya'ni Xazoinul Ma'oniga kiruvchi g'azal deb baholagan edi. Chunki deydi, g'azalda aks etgan mazmun faqatgina bir g'aroyibus sig'arga emas, balki butun bir kulliyotga xos deb beradi. Ya'ni demak mana shu devonga, ulkan kulliyotga bir kirish uchun bir ochqich vazifasini o'tab bergan deb aytsak bo'ladi. Endi g'azalda inson umrining o'tishi, insonning yaratilishi, uning hayotdagi vazifasi, borliq, yo'qlik, ana shular bir tasavvufiy ruhda bir ochib berilgan, haqqa bog'langan holda ochib berilgan va navoiyshunoslikda o'sha g'azallarni tasniflashda ham ijodkorning Favoidul Kibar degan devonidagi bir qit'aga ko'p qaraladi. G'azallarni tasniflashda ham. Qarang, mana shu qit'ani keltirdik. G'azalda 3 kishi tavridur ul nav deydi. Navoiy bir qit'asida aytadi-da. Kim andin yaxshi yo'q nazm ehtimoli. Ya'ni g'azalda shunday bir 3 kishi borki deydi. Ularning nazmi eng yaxshisi deydi. Ulardan yaxshisini topolmaysan deyapti-da. Va bular kim? Biri mo'jaz bayonliq sohiri Hind ki ishq ahlini o'rtar so'zu xoli. Biri Hind sehrgari deydi. Kim ekan u? Xusrav Dehlaviy. Qarang, Navoiy g'azalda 3 kishini juda katta e'tirof qiladi-da. Dehlaviyni, Hofiz Sheroziyni va Abdurahmon Jomiyni. Jomiy domlaning yuzi ko'rinmay qolmasin. Abdurahmon Jomiyni mana 3 ta kishini e'tirof etganda, biri Iso nafasliq Rindi Sheroz, fano dayrida mastu lavboli. Birisi demak Rind Sherozi, ya'ni Hofiz Sheroziy, Iso nafaslik deydi g'azalda. Biri Qudsu asarlik orifi jom ki jomi jomdurur sung'an safoli. Navoiy nazmiga boqsang emasdir, bu uchning holidan har bayti holi. Agar Navoiyning shu g'azallarga qaraydigan bo'lsangiz, ana shu 3 ta ijodkorning ta'siridan holi emas g'azallar deb ana shunday bir yuksak bir e'tirof etadi. Dehlaviyning oshxona ruhdagi g'azallari nihoyatda mashhur. Navoiy davrida ham, Hofiz Sheroziyning Rindona yoki Jomiyning orfona ruhda bitgan g'azallari qanday bir turkiy adabiyotda, sharq adabiyotida katta bir mavqega ega bo'lgan. Ana shular hammasi hisobga olinganda, har bir devonning so'nggi g'azallarda ham bu narsa ko'rinadi. O'sha Xazonil Ma'onida 4 ta devon kiradigan bo'lsa, har bir devonning eng so'nggi g'azallarida ham mana shu qit'ada so'z yuritilayotgan 3 ta ijodkorga bog'liq holatni ko'ramiz. Ya'ni, masalan, G'aroyibus Sig'arda Xusrav Dehlaviy yoki 2-devon Navodirus Shabobda biz Hofiz Sheroziyning nomiga urg'u qaratilganini ko'ramiz. Eng so'nggi g'azalda. Va 3-devonida esa Abdurahmon Jomiyning yodi bilan tugaydi. Badoil Vasat devoni.
Endi to'rtinchisini nima qilamiz? To'rtinchisi qanday bo'lsin? Nima deb o'ylaysiz? Birinchisi masalan, birinchi devon Amir Xusrav Dehlaviyning yodi bilan tugaydi. Ikkinchisi Hofiz Sheroziyning devoni bilan tugaydi. Uchinchi Abdurahmon Jomiy bilan tugaydi. To'rtinchisini nima qilaylik? Nima deysiz qo'l bo'lsin? Ganjaviy, yana kim nima deydi? Kim? Kim aytyapti Lutfiy deb? Mayli, Adiba, Lutfiy. Yana kimdadir fikr bormi? Husayn Bayqaro, ko'pchilik uni Husayn Bayqaro deb bordi. Podshohda, ha? Yo'q, Navoiy bunday yo'l tutmaydi u. Mutlaqo. Favoidul Kibarda 4 daftar, ya'ni shu devonlarini yakunlanayotganini aytar ekan, so'zini aynan Rasulullohning yodi bilan tugatmoqchi ekanligini aytadi. Qarang mana Navoiyni. Bizdan bir qadam oldinda ketyapti. Boshqa bilan emas. Rasululloh birinchi devonni Dehlaviyning yodi bilan tugatsa, ikkinchi devonni Hofiz Sheroziy, keyingisini Jomiyning yodi bilan tugatgan bo'lsa, eng so'nggi baytini qarang mana. Favoidul Kibarning so'ngida. Sening madoihi natingda yo Rasululloh tamom bo'ldi Navoiy takallumi poki deydi. Eng so'nggi devon demak Rasulullohning shu madhi bilan tugallamoqchi, ya'ni Rasulullohga bo'lgan cheksiz muhabbatini, u zotning sharofatiga muyassar bo'lish istagini ko'rishimiz mumkin. Va devonda g'azaldan tashqari mana juda ko'p janrga mansub she'rlar bor. Nechta she'r bor edi jami? Hazoinul Maoniyda nechta janrga mansub asar bor deb o'ylaysiz? Ko'p aytiladi, ha? 16 ta lirik turga mansub bo'lgan 16 ta janr bor deb biz ko'p aytamiz. Va qarang, nimaga o'tib ketdimi bu? Hozir mana. Xo'p, umuman Navoiyshunoslikda Hazonil Moniyga kiritilgan shu janrlardan eng katta bir nima, janr mustazot hisoblanadi. 4 ta mustazot kiritilgan jami mana shu ulkan devonga va shoirning devonlarida janrlarni qo'llashda, tartiblashtirilishda muayyan bir tartibga qat'iy amal qilingani kabi mustazotlarning berilishida ham katta bir nima bor, tartib bor. Ularning mavzusi, mazmuniga nihoyatda e'tibor bilan qaragan Navoiy. Mana masalan birinchi devon G'aroyib us-Sag'arga Hamid mazmunidagi musaddas kiritilgan, mustazot kiritilgan. Qarang mana, ey husniga zarroti jahon ichra tajalli, mahsar senga ashyo, sen lutf bilan kavnu makon ichida mavli, olam senga mavlo deydi. Birinchi nimada, birinchi devonda. Ikkinchi Navodir Shabobga esa Rindona g'azal kiritilgan. Uchinchisiga esa Orifona ruhda kiritilgan va ana shunday tartibda nomlanib borgan. 10 ta muhammas ham bor. Hazoinul Maoniyda asosan tahmis yo'nalishida bitilgan. 3 tasi Malikul Kalomga bag'ishlangan. Lutfiyning g'azallariga ergashish yo'lida yozilgan. Va musaddas janridagi she'rlar ham kiritilgan Hazoinul Maoniyga. Bular o'zining zamondoshi Lutfiy hamda Husayniy she'rlarini qayta jonlantirish asosida dunyoga kelgan. Husayniy kim edi? Husayniy degan shoir haqida eshitganmisiz? Albatta Husayn Bayqaro. Nega sekin gapirasizlar? Bayqaro. Qarang, demak Navoiy mana shu janrlarda, ya'ni musaddaslarni yozishda Lutfiyga va Husayn Bayqaro ergashib yozgan musaddaslarni ko'rishimiz mumkin. Va Navoiy o'zigacha turkiy tilda birgina Yusuf Amiriy tomonidan ijod qilingan bir janrda ham yozgan. Navoiygacha bo'lgan davrda birgina Yusuf Amiriy tomonidan musamman janriga oid she'r mavjud edi. Navoiy mana shu janrni ham kiritgan. Demak, turkiy adabiyotda musamman janrning ikkinchi ijodkori Navoiy deb qaraydigan bo'lsak, mana shu janrga mansub she'r ham bor. Har bandi 8 misradan iborat, jami 7 band. Demak, 56 misradan iborat bo'lgan katta bir she'r kiritiladi. Favoidul Kibar devoniga kiritilgan. Bitta musamman bor deb eslagan edik jadvalda, eng so'nggisida deb. Va devonning har biridan bittadan o'rin olgan tarjiband bor. Qarang tartibini. Bittadan kiritib ketganda. Bularning dastlabki ikkita tasavvufiy, falsafiy ruhda. Dastlabki ikkita devondagi. Qolgan ikkitasi esa ishqiy mavzuda. Va
masalan g'aroybu sig'arga kiritilgan band ketur soqiy ul mayki subh alar mast degan misra bilan boshlanadi. Ham hajman har biri 10 banddan iborat 100 misrani tashkil topgan. Har bir janrni qo'yishda, tartiblashda misralar nuqtai nazar, mavzusi barcha jihati hisobga olingan. Va kitobda yagona hisoblangan tarkibband ham bor. Bir dona tarkibband ham kiritilgan, Navodir Shabobga kiritilgan, u marsiya yo'nalishida. Said Hasan Ardashir degan ustozi bor. Navoiyning ham do'sti ham ustozi. To'g'ri, Said Hasan Ardashirga bag'ishlab alohida asar yaratdi. Holati Said Hasan Ardashir deb. Va ana shu kishiga bo'lgan hurmati natijasi marsiya yo'nalishida alohida bir tarkibband ham ijod qilgan. Jami 7 banddan iborat 56 bayt hisoblanadi. Qarang, quyidagicha boshlangan. Dahr bog'i ki jafo shoriyudur har chamani, juz vafo ahliga sanchilmadi uning tikani deb. Va bitta masnaviy ham bor. U yuqorida eslab ketganimizdek Said Hasan Ardashir nomi bilan bog'liq. Bu asar ham 148 baytdan iborat. Yuqorida aytganimizdek tarjimai hol, vasfi hol mazmunida, ya'ni o'zining holati, o'sha paytlardagi kayfiyati, qanday yo'l tutmoqchiligi, orzusi, o'yi degan narsalarni qamrab olgan. Va bir dona qasida ham bor. Hajman 91 baytdan iborat, deyarli 200 misraga yaqinda. 1469-yil aprelda Ramazon hayiti kuni yozib tugallangan. Nima munosabat bilan eshitganmisiz? Husayn Bayqaroning taxtga chiqishi munosabati bilan yozilgan qasidasi bor. Hiloliya qasidasi. Ana shu qasida ham kiritilgan. Va bilasizmi, turkiy adabiyotda Soqinoma janri ham Navoiyning ijodi bilan birga kirib keldi. Soqinoma degan janrni ham Navoiy boshlab berdi. Musammanni masalan ikkinchi bo'lib turkiy adabiyotga olib kelgan bo'lsa, Soqinoma degan janr aynan Navoiy nomi bilan bog'liq. Va biz bitta Soqinomani uchratamiz. Favoidul Kibar devoniga kiritilgan nihoyatda katta hajmli, hatto bir kichik doston deb olsak ham bo'ladi. Mana turkiy adabiyotda biz 250 misradan iborat, 400 misradan iborat dostonlar haqida eshitamiz. Va bu Soqinomaning o'zi 458 baytdan iborat. 900 misradan ortiqda. Ya'ni kichik bir doston shakliga teng hajmda yaratilgan bu Soqinoma va Navoiyning shu yashagan davridagi tarixiy shaxslar, davr muammolari hamda shu eng avvalo Navoiyning shaxsi bilan bog'liq xususiyatlarini o'sha asarda aks ettirgan. Jami 210 ta qit'a ham bor Qazonil Moniy devonida. Biz yuqoriga qaytib qo'yganimiz ma'qul o'xshaydi, mana. Keldikmi, qit'a bormi mana? 210 ta qit'a bor, teng bab barobar mana 50 bittagina devonda ko'prog'i, 60 ta, eng so'nggisida yana 50 ta qit'a kiritilgan. Va g'aroybu sig'arda mana shu holat birinchidan masalan 50 tadan boshlangan bo'lsa, keyingilarda ham masalan dastlabkida Hamid Nat bilan boshlanadi, keyingi devonlarga sekin ijtimoiy mazmundagi, ma'rifiy mazmundagi qit'alar kiritib boravergan. Va kichik janr Xazonil Moniy kulliyotidagi mana ruboiydan boshlab muammo, lug'uz, tuyuq, fard janrlari yuqorida bir to'xtab ketganimizdek mana shunday tartibda joylashtirilgan ruboiylar hammasi birinchi devonda, muammolar ikkinchi devonda, lug'uz, tuyuq uchinchi devonida va yakuniy bir fikrni, xulosani tashuvchi janr, fard janri eng so'nggi devoniga kiritilgan. Xulosalar o'zi nasihat mazmunida esa mana maktab paytlarimizdami ustozlarimiz aytgan bo'lishi mumkin. Muruvvat barcha qilmakdir demak yo'q, futuvvat barcha demakdir yemak yo'q. Ko'p o'zi fardlari nasihat mazmunida. O'zi qisqa bir baytdan iborat bo'lsa ham odatda xulosa shaklida keladi. Yakuniy fikr ham o'zida-da, ikki misradan iborat bo'lishiga qaramasdan. Umuman lug'uz janri namunalarini ham ko'rishimiz mumkin va boshqa janrlar ham Navoiyning bir tinimsiz ijod qilganini ko'rsatadi va Navoiy o'sha Hamid Sulaymonovning ta'kidlaganiday Xazoinul Moniy kulliyotini tuzishda ko'p yillar haqiqatdan samarali izlanish olib bordi. Nihoyatda bir ehtiyotkorlik bilan yondashdi deb ko'rsatadi va hozirgi holatdagi bir mukammal holatiga keltirgan deb. Ya'ni o'zaro bir ichki bog'langan holatda devonlar tarkibidagi o'rnini,
olish yoki bitta g'azalni olib tashlash yoki boshqa janrni boshqatdan yangidan kiritish ham mumkin emas. Yoki yana bir misol qarang, Xazoinul Moniyga hammasi bo'lib Ango degan 12 ta g'azal kiritilganda. Ango degan. Ana shu Ango radifli g'azal ham 4 tala devonga 3 tadan teng taqsimlangan. Qarang, har bir janrga, har bir radifli g'azalga ham ehtiyotkorlik bilan qaraganda va bularning barchasi o'sha kulliyotning mustahkam bir tartibda tuzilganligini ko'rsatadi. Yoki alif harfi bilan tugallanuvchi qofiya radifli g'azallar 4 tala devonda 39 tadan bor. Bittasini olib tashlasang o'sha tartib buziladi. Alif bilan boshlangan har bir devonda 39 tadan g'azal bor. Yoki b harfi bilan tugallanuvchi 27 tadan g'azal bor har bir devonda. Shuning uchun aytayapmiz, qarang, bittasini bu tomoniga, bittasini bu tomoniga qo'zg'ash mumkin emas. Nihoyatda sinchkovlik bilan yondashilganda bekoriga 1492-yildan 1498-yilgacha ko'p vaqt bu devon ustida ishlanmagan. Va Navoiyning lirik merosi bular bilan ham chegaralanib qolmaydi. Xazoinul Moniyga kirmay qolgan she'rlar ham bor. Mana qarang o'zining yozgani. Kun bor ediki bir g'azalu ikki g'azal, bal 3 g'azalu 4 g'azal ba'zi mahal deb. Ya'ni o'zi shu kulliyot debochasida guvohlik berganiday, ba'zan bir kunda 1, 2 yoki ayrim paytlarda 3-4 tadan ham g'azal yozganligini eslaydi. Va Navoiyshunos olim Abdurashid Abdug'afurov mana shu suratda ko'rib turganingiz eslaganiday, Navoiyning hayotining so'nggi yillarida ham dastlabki paytlardagi kabi sur'at bilan, katta bir ilhom bilan barakali qalam tebratdi deb eslaydi. Va keyingi 2 yildan ortiq vaqt mobaynida ham, ya'ni 1498-yildan keyin ham 1501-yilgacha bo'lgan oralikda ham, demak ko'pchilik g'azallarni, qit'alarni, ruboiylarni, muhammaslarni yarata oldi deydi. Va olim mana shu lirik she'rlar o'rin olgan bir necha manbalarni ham keltirgan. Masalan, mana Muhokamat lug'ataynda Navoiy o'zining fikrlarini isbotlash uchun bir qancha g'azallar keltiradi. Va bu g'azallarning ayrim baytlari esa hozirgi kunda biz Xazoinul Moniy tarkibidagi devonlarda hech birida uchratmaymiz. Qarang, farsiy til bilan qiyoslab, ba'zan o'rni bilan arab tili bilan qiyoslab o'zining ijodidan misollar keltirgan holatlari bor, Navoiy g'azallardan parcha. Qarang, ana o'sha keltirilayotgan parchalar Navoiyning boshqa devonlarining hech birida uchramasligi ham aytiladi. Yoki Abdurashid Abdug'afurov boshqa asarlarga ham to'xtab ketadi. Keyin Navoiyning o'sha Xazoinul Moniyga kirmay qolgan she'rlari to'g'risida mana adabiyotshunos olim Fozila Sulaymonovaning ham mehnatlari bor. Ko'p g'azallarga, ko'p she'rlarga to'xtaydi. Shuni, ya'ni Xazoinul Moniyga kirmagan she'rlarni to'plab Ayyomi Visol o'ldi yana degan nom bilan alohida bir kitob ham chop ettirgan. Endi Fozila Sulaymonovani biz odatda jahon adabiyoti degan bir ko'k qo'llanma bilan taniymiz, qo'llanma bilan. Esingizdamidi? Fozila Sulaymonovaning kitobi deb darslarda foydalanib keladi. U ham jahon adabiyoti bilan birgalikda kuchli Navoiyshunos hamda. Ya'ni Navoiyning shu Xazoinul Moniy kulliyatiga kirmagan she'rlarini to'plab mana shu kitobni nashr qildirgan va mana bu kitobdan ana joyda ham adashmasam bor edi kitoblarimiz orasida bu kitob 61 g'azal, 2 ta ruboiy, 7 ta qit'a, 4 ta fard kiritilgan. Qarang, 61 ta g'azal deganning o'zi demak ancha katta narsani bildiradi-da. Xazoinul Moniyga kirmay qolgan. Va keyinchalik mukammal asarlar to'plamining 20-jildiga kiritilgan, eng so'nggi jildga ilova tarzida. Va shundan keyin biz bundan tashqari, ya'ni Abdurashid Abdug'afurovning va Fozila Sulaymonovaning qaydlaridan tashqari yana boshqa manbalarda ham Navoiyning Xazoinul Moniyga kirmay qolgan she'rlar mavjudligini ko'ramiz. Masalan, Muzakkir Ahbob va Zahriddin Muhammad Boburning Aruz risolasida ko'rishimiz mumkin. Ayrim g'azallardan keltirilayotgan parchalarni va shuningdek Abushqa, Sangloh kabi lug'atlarda Navoiy qalamiga mansub deya ko'rsatilayotgan g'azallar bor. Demak,
Navoiyning lirik merosi faqatgina ilk devon yoki turkiy tildagi meros haqida gapiryapti. Faqatgina ilk devon yoki oqko'ngil muxlislar devoni yoki badoil bidoya, navodirun nihoya yoki xazonil moni devonlari bilangina qotib qolmaydi. Navoiyning lirik merosi ana shu devonlarga kirmay qolgan she'rlari ham bor degani bu. Va Navoiyning turkiy tildagi o'sha lirik merosdan tashqari bilasiz, Navoiy bir vaqtning o'zida forsiy tilda ham ijod qildi. Shuning uchun ham Zullisonayn ijodkor deb aytiladi. Bilasizmi? O'zi hayoti va ijodi haqida to'xtalgan paytimizda Navoiyning dastlabki mashqlari forsiychada bo'lganini eslaymiz. Forsiyda bo'lganini. Fors tojik tilida g'azallar yozgani, ilk dastlabki tajribalar, ilk mashqlari forsiyda bo'lganini eslaydi Navoiy. Lekin deydi, keyinchalik turkchaga rag'batim ko'proq moyil bo'ldi deb eslaydi. Qarang, dastlabki paytlarda o'zi Mirzo Qosim Anvarning she'rlarini ham boya darsimiz boshida forsiy tilda aytdi degan edik. Lekin keyinchalik demak turkiyga mayl ko'proq bo'ldi va shu tilda ko'plab she'rlar yaratdim deydi. Navoiyning forsiy tilda bitgan she'rlar yig'ilgan va Devoni Foniy nomli katta bir devon tuzilgan va bizgacha bu devonning bir necha nusxalari ham yetib kelgan. Endi devon nusxalari Turkiyada, Istanbulda, Parijda, Tehron kutubxonalarida saqlanadi va bu nusxalar orasida nisbatan to'liqrog'i, nisbatan mukammalrog'i, ko'plab janrlarni qamrab olganligi bu Parij nusxasi hisoblanadi. Adabiyotshunos olimlardan mana Botirxon Valixo'jayev Devoni Foniyni o'rganib chiqqan. Botirxon Valixo'jayevni biz adabiyotshunoslik bo'yicha qilgan tadqiqotlari bilan yaxshi bilamiz. Masalan, adabiyotshunoslikning eng qadimgi davrlari haqida yozgan kitobi bor. Botirxon Valixo'jayevning qadimgi turkiy adabiyotshunoslik bo'yicha-da. Navoiyga ham ko'p murojaat qilgan va mana shu olim Devoni Foniyning biz yuqorida aytgan Parij, Tehron yoki Turkiyadagi nusxalarini to'liq o'rganib, qiyosiy o'rganib chiqib, ulardagi she'riy janrlar miqdorini bir belgilab bergan, ya'ni forsiy devondan demak 10 ta qasida, 554 ta g'azal, qarang ozgina emas. 50 ta emas, 100 ta emas, forsiy tilda yozgan g'azallari 554 ta g'azal, bitta musaddas, bitta marsiya, 72 ta qit'a, 73 ta ruboiy, 16 ta tarix, 373 ta muammo va 9 ta lug'uz bor deb belgilaydi. Qarang, nihoyatda katta narsa bu. Biz odatda adabiyotimiz tarixida 20 ta g'azal yetib kelgan bo'lsa ham, ha deb o'rganamiz ijodkorlarni. 50 ta g'azal yetib kelgan bo'lsa ham odatda ijodkorlarni o'rganamiz. Qarang, Navoiyning forsiy tilda tuzgan devonida 373 ta muammo bor. Yoki 70 dan ziyod mana ruboiylar, qit'alar bor. Demak, forsiy devon u kichkinagina bir devon emas. Katta hajmdagi alohida bir asar. Shuning uchun ham forsiy adabiyotda Navoiy shaxsiga qizg'onadi ular. Bizniki degan narsa bor, shuning uchun ham forsiy adabiyotda. Navoiy bizning shoir degandek. Xuddi biz masalan Umar Hayyomni yoki Rumiyni, Rudagini, Hofiz Sheroziyni, Sa'diy Sheroziyni yoki mana yaqinda yashab o'tayotgan Sadriddin Ayniylarni o'zimizga qanday yaqin olsak, o'zimizning adabiyotimizning bir vakiliday ko'rsak, o'zimizning ijodkorimizday qabul qilsak, forsiy adabiyotda ham Navoiyni ana shunday o'zlariga yaqin oladilar. Va demak, jami olimimizning belgilashi, ya'ni Botirxon Valixo'jayevning belgilashi 1109 ta she'r bor deb ko'rsatadi. Qarang, 6000 baytdan ortiqroq, demak 12000 baytdan ortiqroq she'r borligini ko'rsatgan va mana shu Devoni Foniy keyinchalik mukammal asarlar to'plamiga kiritilgan. 18-chi, 19-chi, 20-chi jildlarga 3 jild, qarang, katta deb bekorga aytayotganimiz yo'q. 3 jild o'sha nimaga bag'ishlangan. Mana shu nashrda biz 552 ta g'azalni, bitta musaddasni, bitta tarkibband marsiyani, 64 ta qit'ani, 72 ta ruboiyni, 16 ta tarix, 266 ta muammo, 10 ta qasida, 9 ta lug'izni ko'rishimiz mumkin. Qarang, nisbatan ixchamlashtirilib, ayrim nimalar ancha kamaygan holatda mukammal asarlar to'plamining so'nggi jildlarga kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman Navoiyning demak barcha she'riy merosi
uning turli davrlarda tuzilgan, o'zi tomonidan tuzilgan, o'zi tomonidan tartib berilgan g'azallarda uchraydi. Ana shularda jamlangan. Va Navoiyning lirik merosi bugungi kun ilm ahli orasida ham, bugungi kun adabiyoti orasida ham mana umumiy o'rta ta'limdan boshlab eng so'nggi mana o'rta maxsus o'quv yurtlarida, oliy ta'limda ham lirik merosi bir tarbiya vazifasini bajarib kelgan. Hikmatli so'zlarigacha. Esingizda bo'lsa, birinchi maktabga borgan paytlarda Navoiydan o'qigan she'rimiz ham ruboiy bo'lgan edi. Qanday boshlanardi? Esingizdamidi? Bulbulning o'sha qafasdaligi haqida. G'urbatda g'arib. Bolalik paytda yodlangan she'r hech qachon esdan chiqmaydi-da. Qarang, qanday mazmunlar. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas uchragar quzulga yetsang, bulbulga tikondek osyon bo'lmas emish. Hozir sizga ham ruxsat devorsa qanday, masalan, ta'til paytida quvonib ketamiz, ha? Ta'til paytlarida yozda qanday quvonib uyimizga shoshamiz. Xo'p, ana shunday, ya'ni insonning erkin yashashi, endi davr nuqtai nazardan yoki boshqa bir muhit nuqtai nazardan Navoiyning bergan so'zlari qarang, maktab paytimizdan qulog'imizda qanday jaranglagan. Yoki boshni fido ayla ato qoshiga, jismni qil satga ona qoshiga. Tun kuniga aylagali nuri fosh, bir sim oy angla, bir sim quyosh. Nega yordam bermasa to'xtab qolamiz? Xo'p, qarang, Navoiyning ana shu she'rlari bizga shu kichik paytimizdan shuurimizga singib kelgan. Xuddi bir tarbiya vositasi singan. Mana Mahbubul Qulubdan, Hayratul Abrordan ibratli hikoyatlarni ko'rib, odatda ana shularning xalq orasida aytilib kelayotganini ko'ramiz. Va mana shu narsalar ba'zan she'rlarining, g'azallarining yoki ruboiylarning mag'zilariga singib ketgan va bizga kichik maktab paytlaridan boshlab bekorga singdirilmaydi. Qarang, boshni fido ayla ota qoshig'a deydi. Ya'ni ota uchun qanday bir fidolik qil deyapti. Bittasini oy angla sen ota-onaning, bittasini quyosh angla deb. Ya'ni ana shularga bir oiladagi bir dastlabki tarbiyani o'qituvchilarimiz ana shunday bir narsalar bilan o'rgatishadi. Ota-onaga bo'lgan hurmat, boshqa jihatlarni yoki g'azallarida biz yod olgan juda ko'p g'azallar bor. Yuqorida biz masalan ko'rgali husningni zoru deb esladik. Yoki undan tashqari qancha g'azallar yod bo'lgan. 18 ming olam oshibu agar boshimdadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshimdadir. Yoki qaro ko'zim kelu mardumlik endi fan qilg'il, ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il. Yoki ko'nglim ichida dardu g'am avvalgilarga o'xshamas, kim ul oyning hajri ham avvalgilarga o'xshamas. Qanday bir yaxshi ko'rib yodlaganmiz kichik paytimizdan. Yoki Xorazm yopqoch degan nimani ham endi bilmadim men sizni to'liq yodlamaganingizni, lekin birinchi bayti dastlabki so'zlari aytilib boshlagandanoq qo'shib davom etamiz. Yoki mehr ko'p ko'rgizdim so'zi, shu misra bilan boshlanuvchi g'azal qanday yodimizda muhrlanib qolgan. Mehr ko'p ko'rgizdim ammo mehriboni topmadim, jon basi qildim fido, oromi joni topmadim. Kichik paytlarda yodlagan bir g'azallarimiz bo'lardi. Qoshi yosinmi deyin, ko'zi qarosinmi deyin, ko'nglima har birining dardu balosinmi deyin. Qarang, qanday biz rahmat deyarli hamma g'azalni yodlar ekansizlar. Xo'p, umuman ma'ruzamiz so'ngida mana shu Navoiyning merosi, Navoiy ijodiga bo'lgan qiziqish hech qachon to'xtamasligini aytamiz. Navoiy merosini o'rganishga bo'lgan qiziqish ham hech qachon to'xtamaydi. O'zi birinchi darslarimizda aytganimizdek, Navoiy tirik paytidan o'rganila boshlaydi. Navoiyni o'rganish, unga murojaat qilish u hali hayotlik chog'larida boshlangan edi. Xo'p, vaqtimiz ham oz qoldi. Kimda savol bor? Devonlari, lirik merosi bo'yicha kimda savol bor? Yo'qmi? Yaxshi tushundingiz deb umid qilaman. Ma'ruzalarni konspekt qilib qo'yamiz daftarimizga, amaliy mashg'ulotlarga yaxshi tayyorlanamiz. Qolgan topshiriqlarni amaliy mashg'ulotlarda yana beraveramiz. Salomat bo'ling.